Yo'lda tezlik oshirganim uchun jarima oldim va jarima to'ladim. Angliyada tezlikni oshirish va bu qanaqa jazolanadi? Kelinglar sizlarga bu hamma protsessni aytib beraman. Ketdik. Xullas, hammaga ma'lum, hamma davlatda o'zini tezlik tekshiradigan kameralar bo'ladi. Kichkina joylarda, mahallalarda sariq quti turadi, chet yo'li chetida, bu yoq tarafida, bu yoq tarafida va ular bir xilada daraxtlar orqasiga berkingan, ko'rmay qolishingiz mumkin, lekin u narsani sabab qilmasligingiz uchun yerga chiziqchalar chizib qo'yadi. Ya'ni bu degani kamera bor. Undan ham oldin, o'sha kameraga yetib borishingizdan oldin yo'l belgisida o'sha belgi turadi, kamera bor, ya'ni ehtiyot bo'l, kameraning oldiga kelyapsan degan belgi turadi. Katta trassalarda bir nechta kameralar turadi. Ya'ni katta trassalarda bir marta sizni rasmga olmaydi, lekin Angliyada ozgina sizga возможность beradi o'zingizni to'g'rilash. 3-4 ta kameradan o'tasiz. Birinchisida agar tezligingizni sezib qolgan bo'lsa, ikkinchisiga poylaydi, yetib borgunizcha tezligingizni kamaytirasizmi? Kamaytirsangiz sizga shtraf jo'natmaydi. Agar o'sha 2-3 ta kameradan o'tib ketganingizda ham bir xilda agar prevышать qilgan bo'lsangiz, oshirgan bo'lsangiz, unda точно shtraf sizga jo'natadi. Menga kelgan shtraf bu kichkina joydagi sariq qutichadan bo'ldi. Sizni rasmga oladi, nomeringizni oladi va sizga jigarrang konvert keladi. Angliyada jigarrang konvert bu har doim ichida nimadir важный keldi degani, yo qarz, yo bankdan, yo gaidan deylik o'zbekchada, bu yerda DVLA deydi, yo politsiyskiydan, yo vizangiz haqida xabar, yo pensiyangiz haqida xabar. Mana shunaqa государственный важный narsalar har doim jigarrang konvertda keladi. U konvert ichida ma'lumot aytiladi. Sizni mana shunaqa joyda, mana shunaqa paytda rasmga oldik. Sizmi водитель подтвердить qiling degan вопросник bo'ladi. Belgilaysiz, ha menidim, yo yonimda turmush o'rtog'im haydaganida, yo o'rtog'im haydaganida, masalan. Подтверждать qilib jo'natasiz uni. U jo'natganingizdan keyin ular o'shani protsess qilib sizga, agar birinchi marta oshirgan bo'lsangiz, sizlarga ular o'zingizlarni to'g'rilashga imkoniyat beradi. Ya'ni baribir shtraf to'laysiz, undan qochib qutula olmaysiz. 60 funtdan 150 funtgacha u qanaqa skorost qilganingizga bog'liq. Shtrafini to'laysiz oshirganini va sizlarga yo pul to'lagan deydi, sizlarga mana shuncha point uraman deydi. Angliyada agar provezga point ursa, ya'ni belgi ursa, bizda nima deydi? Teshadimi? Aniq narushение qilganda O'zbekistonda bu yerda point deydi. Va prevышениеga yo 6 point beradi, yoki deydi birinchi marta prevышать qilgan bo'lsang, и то определенный, masalan 30 mil soatiga bo'lsa, siz 35-36 qilgan bo'lsangiz, shu imkoniyatni beradi. Agar undan ham ko'p bo'lsa, bu imkoniyatni bermaydi, sразу point uradi. Va menda 50 yurishim kerak bo'lgan joyda 56 yurgan ekanman. Menga imkoniyat berdi. Endi speed awareness kursini topshirasan dedi. O'zbekcha qanaqa bo'ladi? Tezlikni oshirishni anglash, tezlikni oshirishni belgilari. Xullas, o'zingizlar tarjima qilib olasizlar. Shunaqa degan kurs, lekin u kurslar ham tekin turmaydi. U kurslarni narxi 100, menimcha 120 to'ladim, 120 bo'ladi. Keyin internetga kirasizlar, определенный data tanlaysizlar, sizlarga ma'qul va ularni datalari yozilgan bo'ladi. O'shani tanlaysizlar, bir kun belgilanadi, sizga xat keladi. Mana men bu подтвердить qildik, pulingni oldik, mana shu kungacha bir hafta oldin senga ссылка jo'natamiz. O'sha ссылка bo'yicha kirasan va onlayn dars beramiz deydi. Undan oldin uy vazifa beradi. Uy vazifada o'sha darsda o'tiladigan narsalarni o'qib, почти o'sha tayyor bo'lib borishingiz kerak. O'sha darsda bugun men o'tirdim. Bu narsadan mag'rurlanish kerak emas. Bu narsa juda ham kulgili emas. Hech qaysi bir водитель zo'r водитель emas. Ya'ni men opitniy водительman, men xato qilmayman deganlarni aynan o'zlari точно xato qiladi. Chunki yo'lda o'zini bo'sh qo'yadi, kelayotgan xavfdan xabari bo'lmaydi. Xullas, ko'p faktorlarni sizga o'sha darsda hatto bu logika o'tishingiz kerak, lekin yangi narsa ham o'rganishingiz mumkin. Masalan, men o'rgangan narsam bugun agar qizil svetda turgan bo'lsangiz, orqangizdan politsiya niner kelsa, yo skoriy kelsa, siz unga yo'l berishga majbur emas ekansiz. Ya'ni agar qizilda o'tib ketib ularga yo'l beraman desangiz, sizga 3 ta point urilar ekan. Ya'ni 3 marta teshiladi degani, u pointlarni определенный limitidan o'tib ketsangiz, sizni provezga annullировать qiladi va boshqadan hamma narsani topshirishingizga to'g'ri keladi. Kursinglar 5 yilgacha sistemada turadi va 5 yil ichida yana oshirsanglar, уже u sizlarga hech qanaqa imkoniyat bermaydi. O'sha sразу point uradi. Anaqalarga har 5 yil bitta yana speed awareness kursini, o'sha kursni topshirsanglar bo'ladi. Menda shunaqalardan bittasi bo'ldi. Menga nimasi yoqadi? Bu yerda shtrafi shunday yopishtirmaydi, sizlarga imkoniyat beradi o'zingizlarni to'g'rilashga va
Shu narsa juda ham gрамотно tuzilgan deb o'ylayman va yo'lda скоростьlarni, tezliklarni oshirmanglar. Ming haqida shoshyapsizlarmi, shoshmayapsizlarmi? Sizlar-ku mayli, lekin yo'ldagi o'tib ketayotgan bir odamni o'limiga, yo'ni jarohatiga butun umr o'zinglarni ayblab sababchi bo'lib qolishni xohlamaymiz hech qaysi birimiz.